ko'pchiligimiz so'rashadiki, mehmonxonalarga haramgacha bo'lgan masofasi qanaqa, qanchalik masofada, yaqinligi haqida so'rashadi. Shuning uchun biz odatda o'zi mehmonxonadan turib haramgacha ko'rsatib berishimiz kerak edi. Hozir peshon namozini Masjid Nabaviyda ado qildik. Shuning uchun mana bu Masjid Nabaviy haramdan turib mehmonxonamizgacha bo'lgan masofani hozir sizlarga tushuntirib beramiz. Birinchi o'sha Masjid Nabaviyda 365-eshikdan kirishadi hojilarimiz va endi qani uka kelavering bu tomondan. Qani yuraveramiz mehmonxonamiz tomon, xudo xolasa. Bunaqangi uzoq emas, yaqin mehmonxonamiz Masjid Nabaviyga. Do'stlar, mana mehmonxonamizga yetib keldik. Mana mehmonxonamiz nomi Saraya Harmoniya mehmonxonasiga yetib keldik. Masofasi juda ham yaqin do'stlar, mana mehmonxonamiz ko'rish qismlari. Do'stlar, mehmonxonamizga yetib kelib oldik. Masofasini ko'rdilaring, o'zlaringiz sizlarga hech qachon video uzmasdan olib keldik. Masofasi haramga eng yaqin mehmonxonalar hisoblanadi inshaalloh. Sahifaga obuna bo'ling, quyidagi aloqaga chiqing.